Hammaga yana bir bor assalomu alaykum. Uzoqjon kanalining qadrli obunachilari hamda bizni doimiy kuzatib qo'llab-quvvatlab turuvchi aka-ukalar, qadrdonlar. Xudo xolisa bugun 30 noyabr hafta kuniga yakshanba 2025-yil. Biz Namangan viloyati Chust tumani Chust mol bozoridan sizlar uchun bugungi birinchi videorolikimiz to'y haqida bo'ladi. Bundan kelgancha sizlarga bugungi narx-navolarni, qo'y-qo'chqor, sog'liq hammasi narx-navosini yetkazib berishga harakat qilamiz. Kanalimizga mehmonlar bo'lsa obuna bo'lib, bir donadan videolarimiz yoqsa like bosib qo'llab-quvvatlab turishingizni so'rab qolamiz akalar. Bo'lmasa biz videorolikimizni mana shu yerdan boshlaymiz. Hozir akalarimizdan ma'lumotlarni olib, sizlarga qo'ldan kelgancha yetkazib berishga harakat qilamiz akalar. Aka sizdanmi bular? Sizdanmi? Hammasi qo'chqormi aka bular? Yosh qanaqa bular aka? Qo'zi hammasi aka. Boqishga tayyor. Qattiq aka, o'zimizniki bular hammasi? O'zimizda mana joydari qo'ylarga akalar, mana ko'rishingiz mumkin qo'zi. Mana eng kichkinasi mana shu ekan. Narxlari qanaqa ekan aka bularni? 4 dan. Mana shu kichkina sariqcha aka, mana eng kichkinasi. Mana shu. 4 dan. Ikkita mushta bor-da. Ikkita mushta 3,5 dan bor. Qolganlari 4 dan. Uni ham ozgina kami bor aka. Mana kelib ko'rishingiz mumkin. Qo'chqorlarimiz 3,5 milliondan boshlanib 4 million so'mdan kami bor deyishyapti. Narx-navosini qo'ldan kelgancha ma'lumotni yetkazib boramiz akalar. Nomer qo'yib qo'yamizmi aka? Aytingchi. 88lik 370 81 82 ga akalar aloqaga chiqaverasizlar. Rahmat aka, bozoringiz bersin. Soliqlar ham bormi aka? Faqat qo'chqor a? Xo'p, rahmat aka. Xo'p, bo'lmasa davom ettiramiz. Bir chekkadan mana shu qo'chqorlarni o'zi qo'chqor ekan shular. Birinchisi shular haqida ma'lumotni yetkazib berib, iloji boricha dehqonlardan olishga harakat qilamiz akalar. Aka sizdanmi bular? Hammasi qo'chqormi? Hammasi soliq. Mana akalar, soliq so'ragan akalarimiz bo'lsa, mana hammasi soliq ekan, hammasi qo'zi soliq o'xshab turibdi. Bo'g'oz qisir qanaqa bular aka? Hammasi qisir a? Hammasi qisir ekan akalar, mana ko'rishingiz mumkin. Hammasi qisir deyishyapti. Hammasi yosh mana o'zi. Kallalardan ham bilishingiz mumkin. Yosh qanaqa ekan, necha oylik endi taxminan? 6 oylik. Narx qanaqa bular aka? 3,5 million so'mdan kami bor. Kami qancha endi aka? Sotilayotgan narx 3,5 million. Narx 4 million aytilishi, sotilishi. Aytilish bo'ldi aka. Mana 4 million so'mdan narx aytilib 3,5 million so'mdan sotilayotgan ekan akalar, mana ko'rishingiz mumkin. Mana hammasi yeb ichishi, sog'lomligi yaxshimi aka? Yo'q, kasal yo'q-a? Garantiyasi bormi aka? Mana akalar, garantiyasi bor ekan. Nomer qo'yib qo'yamizmi aka? Aytingchi. 94lik 156 01 14 ga mana akalar aloqaga chiqaverasizlar. Soliq so'ragan akalarimiz bo'lsa, mana soliqlar bor ekan akalar, 6 oylik hammasi. Belgilar ham shunaqami aka, yoshi yo'q ular kattaroq? Bir xil aka. Bir xil a? Aloqaga chiqaverasizlar. Rahmat aka. Xudoingiz bersin. Xo'p. Bo'lmasa mana yana bu tarafda qo'chqorlarimiz bor ekan. Mana akalar. Qo'ldan kelgancha ma'lumotni yetkazib beramiz sizlarga. Yosh qanaqa bular aka? 7 oydan ustida. 7 oy ustida. Mana akalar, 7 oy ustida. Qattiq qo'ylar aka bular. Tojikiston. Mana akalar, Tojikiston qo'ylari ekan. 7 oy ustida hammasi. Hammasi qo'chqor aka bular. Hammasi erkak. Hammasi qo'chqor mana akalar. Narx qanaqa bular aka? 5 million 300 ming so'mdan kami bor narx aytishyapti akalar. Mana akalar. Kami qancha aka buni endi? Ularda hamma 1 yil bo'lsa 48 dan beradi. 48. Nechta hozir? 48 ta qoldi. 48 ta qoldi. Hammasi bir joyga bo'lsa 4 million 800 ming so'mdan barakasi bor. Yana xayri bor ekan akalar. Dastavkasi bor. Nomer qoldirib qo'yamizmi aka? Ayting. 97lik 593 83 93 akalar aloqaga chiqasizlar. Mana narxi ma'qul kelsa, misol 5 ta olasizmi, 10 ta olasizmi, o'zingiz bemalol telefon qilib gaplashib, dastavkasi hamma yo'q bor ekan, o'zi ichida ekan akalar. Mana akalar, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Rahmat aka, bozoringiz bersin. Zohidjonov aka, Zohidjonov.
Hop, rivojdan ko'rsatib ketaveramiz. Qo'ldan kelgancha sizlarga ma'lumotni yetkazib beraveramiz akalar mana. Va kimdan ekan bu? Qo'chqormi aka bular hammasi? Qo'chqor emas. Hammasi qo'chqor. Yosh qanaqa bular aka? 6 6 oy 7 oylik qo'chqor. Narxi yarimdan tanlab olish. 4,5 million so'mdan tanlab olishgan akalar. Kamichi aka buni endi. Kami qizadi hamma. Joyga bo'lsa 42 dan beradi. Bir joyga bo'lsa 42 dan. 4 milliondan bo'lmaydimi aka? Hammasi bir joyga bo'lsa. Yo'q, 4 milliondan kamroq qoladi. 4 milliondan endi telefon qilsa gaplashasiz. Ha. Nomer ayting aka. Nomer 90 90lik 794 794 44 44 94. 94 ga kelib aloqaga chiqasizlar mana 24 soat bemalol telefon qilishingiz mumkin deyishyapti. 4,5 million so'mdan kami bor. 4 million 200 dan beraman deb aytishyapti, lekin 4 million so'mdanchi desam telefon qilishsin gaplashamiz deyishyapti aka. Mana telefon qilib bemalol kamini o'zingizlar gaplashib olishinglar mumkin. Narxni faqat so'rab surishtirib beramiz xolos aka deb. Rahmat aka, bozoringiz bersin. Hop, davom ettiramiz. Keyingilari mana katta qo'chqor so'ragan akalarimiz bo'lsa, kattalardan akalar. Aka nechi puldan ekan bular? 6,5 million. 6,5 million. Yosh qanaqa bular aka? 12 oylik. 12 oylik. Mana akalar 12 oylik 6,5 million so'mdan kami bor narx aytishyapti. Mana akalar. Kattaroq variantlardan ekan bular. Kami qancha endi aka bular? Kami aka. Kam holatiga qarab kam bor. Holatiga qarab kami bor ekan akalar. Nomer qo'yibmizmi aka? 91lik 91lik 760 760 0203. 0203 ga kelib aloqaga chiqasizlar. Kattasidan so'raganlar bo'lsa, mana akalar 6,5 dan kami bor. U kamini telefondan gaplashayotgansizlar. Rahmat aka. Hop, keyingi qo'chqorlarimiz. Sizdan aka bular? Mana akalar keyingi. Bular hammasi qo'chqormi aka? Yosh qanaqa bular? 8-9 oylik. 8-9 oylik mana akalar. Hammasi qo'chqor ekan bular ham. Ko'rishingiz mumkin mana. Holatlarini. Narx qanaqa bular aka? 5 dan kam bor. 5 million so'mdan kam bor. Mana kichkina choq. Ham berishadi. 4,5 yana xayri bor ozmoz. Mana akalar kichkinasiga 4,5 xayri bor narx aytishyapti. Savdosi bo'lyaptimi aka bularni? Bugun sotdingizmi? Yo'q, endi keldi. Endi keldi ha. Akalar 4,5 million so'mdan ozmoz xayri bor deyishyapti mana akalar. Ko'rishinglar mumkin. Nomer qo'yib qo'yamizmi? Ayting. 87lar. 87lik 253 253 16 0602 ga kelib aloqaga chiqaverasizlar. Rahmat aka, bozoringiz bersin. Hop, mana shu yerda odam gavjum joydan olishga harakat qilamiz sizlar uchun. Qo'ldan kelgancha baraka bo'layotgan joylardan ham ko'rsatishga harakat qilamiz. Mana shu yerda baraka bo'lib turibdi hozir. Ichkariga kiramiz. Sizdan aka bular? Bizdan. Hammasi qo'chqormi aka bular? Hammasi qo'chqor ekan akalar, mana ko'rishinglar mumkin. Yosh qanaqa bular aka? 8 oy 10 oylik qo'zilar akalar, mana ko'rishinglar mumkin. Bo'y baqlari ham 70 kiloda chiqib qoladi akalar hammasi. Endi taxminan aytib o'tib ketaman bo'y baqlarini. Mana akalar ko'rishinglar mumkin. Narx qanaqa ekan bular aka? 5 milliondan kam bor. Optimga 5 milliondan kami bor. Mana endi hozir 5 millionga 4,5 qurol so'rashyapti. tanlab olish. 4,5 46 so'rashyapti mana akalar. Juda mumkin mana. 4,5 4,5 5 million atrofida ekan qo'ylar narxi. Holatiga qarab hammasi. Tagi serob nomer ayting aka. 99lik 362 54 94 ga mana ma'qul kelsa qo'ng'iroq qilib aloqaga chiqsanglar mana serob ekan tagi akalar. Rahmat aka, bozoringiz bersin. Hop, bo'lmasa ichkariga qarab sekin kirib ketaveramiz. Bir chekkadan hammasini syomka qilib olib ketaveramiz qo'ldan kelgancha akalar. Hop, mana. Aka qo'chqormi bular hammasi? Hammasi qo'chqor. Akalar hammasi qo'chqor ekan bular ham. Ko'rishinglar mumkin. Yosh qanaqa bular aka? Yoshi? Ha. Qo'zi bu. O'za boqsa bo'laveradi demoqchiman-da endi. Hammasi boqadigan. Narx qanaqa bular aka?
Kichkinasi nechi pul aka? Mana kichkinasidan kattasi. Kattasi 48dan, ayollar 4dan kam. Kattasi 4,8 mingdan, qolgani 4dan kami bor narx aytishyapti. 3 ta kattasi bor ekan akalar. Mana ko'rishingiz mumkin. O'zi bilinib turibdi ichida 3 ta kattasi. Qolganini 4 dan kami bor narx aytishyapti. Nomer qo'yib qo'yamizmi aka? Ayting. 94lik 052 0191 ga akalar aloqaga chiqasizlar. Agar ma'qul kelib qolsa, bemalol sog'lomligi hamma yo'q joyida aka. Bunaqa kasal-pasal yo'q. Bo'ldi. Rahmat aka, xudoingiz bersin. Hop, bo'lmasa ichkariga qarab sekin kirib ketaveramiz. Necha pul qildingiz aka? 2,5 million so'mdan mashinani savdosi bo'lyapti ekan akalar. Qo'chqormi sog'lom bo'l aka? Hammasi qo'chqor a? Qo'chqor ekan akalar. Mana 2,5 million so'mdan savdosi bo'lyapti ekan, berilmayapti. Mana akalar, savdosi bo'layotgan joyda. Mashinaga savdosi bo'lyapti akalar. Mana. Mana 36 dan tiniq bo'ldi. 3 million 600 ming so'mdan chiqdi akalar mana. Savdo bo'layotgan joylardan juda ko'pchilik so'rashadi. Endi qo'ldan kelgancha qo'chqorlarimiz 3 million 600 ming so'mdan savdosi bo'lyapti mana akalar. Berishmayapti 3,5 dan, hozir 100 ming so'mdan yana ustiga yurishdi. Lekin sotilayotgani yo'q. Ko'rishingiz mumkin. Hop, katta bo'lmasa davom ettirib ketaveramiz sekin. Egalari boridan ma'lumotini yetkazib sizlarga. Bitirib oling. Qo'chqormi sog'lom bo'l aka? Sog'liq. Hammasi sog'liq. Egalar sog'liq so'ragan akalarimiz bo'lsa. Bo'g'ozmi aka, qisirmi qanaqa? Bo'g'oz. Hammasi bo'g'oz. Bo'g'oz sog'liq so'ragan akalarimiz bo'lsa aka mana. Hammasi bo'g'oz ekan. Ko'rishingiz mumkin. Qaysi kanal bu? Zohidjonov aka. Yaqin ayt. Yaqin turtaydi. Narxi necha puldan ekan aka? 6 million. 6 million so'mdan kami bor narx aytilyapti akalar. Mana sog'liqlarimizga hammasi bo'g'oz ekan. Akalar, ko'rishingiz mumkin. 6 million so'mdan kam bor narx aytilyapti. Hop, davom ettiramiz. Ichkariga qarab yurib sekin ko'rsatib ketaveramiz. Dehqonlardan ko'rsatamiz iloji boricha. Biznes. Necha pul ekan bular? Ikkalasini 8 deyapman. Qo'chqormi sog'lommi bular? Ikkalasi sog'liq. 8 million so'm narx aytilyapti. Savdosi bo'ldimi tog'a? Yo'q, endi keldi. Endi keldi, 4 million so'mdan narx aytilyapti. Bo'g'ozmi? Bunisi bo'g'oz. Bunisi bo'g'oz. Bunisi bo'g'oz. Boyashi qiyshayib turgani mana ekan, qisar ekan. Bunisi bo'g'oz ekan. Rahmat tog'a. Qaysi kanal? Zohidjonov aka. Zohidjonov. Hop, ichkariga qarab kirar ekanmiz. Savdo bo'layotgan joylardan olishga harakat qilamiz. Qaysinga savdo bo'lyapti aka? 5 ta qo'shqochaga. 5 ta qo'chqorchiga nechi pul? 2,700 ming berishdi. 12 million 700 ming so'm savdosi bo'lyapti ekan akalar. Mana boshqa qo'chqorchilarimizga ko'rishingiz mumkin. Mana real savdo bo'layotgan joydan ko'rsatib ketamiz. Mana akalar. 2,700 ming aka. Ha, 5 tasi. Xo'p, bo'lmasa biz davom ettiraveramiz. Aka, qo'chqormi sog'lommi bular? Sog'liq bo'ladi. Hammasi. Hammasi. Bo'g'oz qisir. Qisir. Hammasi qisir. Ha. Mana akalar. Gumonda. Gumon. Sog'liq ekan akalar. Mana hammasi qisir. Gumon ekan. Endi ochganlik garantiyasi yo'q ekan. Mana aka, to'lachi bitta orqasidan ham ko'rsatib qo'yish ularni. Mana akalar. Narxi qanaqa ekan bular aka? 26 dan qildi bermadi. 2 million 600 ming so'mdan savdosi bo'ldi, berilmoqda akalar. Mana sog'liqlarimizni ko'rishingiz mumkin. Mana akalar. Nomer qo'yib qo'yamizmi aka? Nomer 99lik 99lik 031 031 66 86 ga akalar. Mana qisir sog'liq kimgadir qiziq bo'lsa akalar aloqaga chiqishingiz mumkin. Bovoniki ekan. Mana akalar. Hop, davom ettiramiz akalar. Ichkariga kirishingizda nima deydi? Tiqilinch, yaxshi syomka qilmayapti. Shuning uchun tashqariroqdan syomka qilishga harakat qilamiz. To'g'ri tushunasizlar akalar. Iloji boricha
Ehvollardan ko'rsatishga harakat qilamiz, lekin ichkarida umuman iloji bo'lmayapti. Shuning uchun to'g'ri tushunasizlar akalar. Xo'p, bo'lmasa davom ettiramiz. Aka, bular qo'chqormi, sog'lommi? Hammasi sog'lom, ha? Hammasi bo'g'oz sog'lom akalar. Mana gigantidan so'raganlarga oq ko'rishingiz mumkin. Bo'yi 1 metr atrofida chiqib qolsa kerak akalar. Bu qo'chqormi aka? Bo'ldi. Bu oq qo'chqor ekan akalar. Qolgani sog'lom ekan. Mana ko'rishingiz mumkin. Hammasi bo'g'oz aka. Nechinchi qorin aka bular hozir? Uchinchi, birinchi. Ikkinchi, uchinchi, birinchi qorin. Hali yosh ekanda. 4 6 shunaqa ekan. Narx qanaqa bo'ladi aka? 7,5dan deyapman. 7,5 dan deyapsiz. Tug'ibdi o'zi bittasi, ha? Ha, ikkita tug'ibdi. Bittasi yotibdi akalar. Ko'rishingiz mumkin. Shu tuqqanlari necha puldan aka ikkitasi bo'lsa? O'sha narxda. O'sha narxda ketaveradi, ha? Endi sal kichikroq. Yana sal ketaveradi. Bolalar nima aka? Bolalar lekin sifati yaxshi ekan. Narxi necha puldan necha pulgacha aka? Bo'ladiganini aytingchi. 7,5 dan 73dan 3 ta sotildi. 73 ta mana shu 3 ta sotildi mana akalar. Ko'rishingiz mumkin. Ikkala sotildi. 7,5 kami bor, ozmoz. 70 atrofida. Endi bu yog'ini o'zingiz kelishib, narxini telefonda gaplashishingiz mumkin ekan akalar. Mana biz faqat ma'lumotni yetkazib beramiz, narx-navosini qo'ldan kelgancha. Nomer qoldirib qo'yamizmi aka? Ayting. 93lik 213 800. Bo'la qattiq aka. 300 tamam. 300 ga shatga bo'ldi. Ahmad aka bozoringiz bersin. Xo'p, davom ettirib sekin ko'rsatib ketaveramiz imkoniyat darajasida. Mana akalar. Aka qo'chqormi, sog'lommi bular? Hammasi. Bo'g'oz, qisir. Bo'g'oz ekan akalar mana. Bo'g'oz sog'liq so'raganlar bo'lsa, nimaga aka? Yaxshimi? Charchamayapsizmi? Akalar, narx qanaqa ekan aka bular? 5 dan kami qancha aka? 5 milliondan kami bor. Savdosi bo'lyaptimi aka? 800 mingga? Endi hozir 10 tasi 5 million so'mdan kami bor. Yengil kam bor. Qancha endi misol bir joyga bo'lsa aka? Yaqinlashtirib 48 dan beriladi. Nechinchi qorin aka bularning? 3-chi, 4-chi qoringa akalar 5 million so'mdan narx aytilyapti. 48 dan bo'lsa 10 tasini bir joyga bor aka deyishyapti mana akalar. Nomerlardan so'raymiz. 94lik 308 04 15 ga aloqaga chiqasizlar mana. 10 ta bo'g'oz garantiyalik. Bemalol narx-navosini kelishib olishingiz mumkin. 4,8 million so'mdan yana xayri bor deyishyapti. Ahmad aka bozoringiz bersin. Xo'p, qani tog'a? Qo'chqormi, sog'lommi bular? Bu so'llar yedirib. Qo'chqormi? Sog'liqmi? Bo'g'oz. Mana sog'liqlarimiz bo'g'oz. Ko'rishingiz mumkin. Narx qanaqa ekan aka? Har 6 milliondan kami bor. 6 million so'mdan kami bor. Nechinchi qoringa tug'adi? 3-chi qoringa tug'adi. 7 million so'mdan kami bor narx aytilyapti. Savdosi bo'ldimi aka? Hech pul endi bermagan. 5,5 ga bermadingiz. Nomer qo'yib qo'ymizmi? Nomer qo'yib. Xo'p, rahmat. Ha, Shavkat aka. Zohidjon, Yaxshimi aka? Charchamayapsizmi? Uzrmisiz? Nima gaplar? Hozir yaxshimi? Tarafga yurish ham juda qiyin ekan, ha? ba'da aylanib bo'lolmaydi. Chekada afzal qilsaydi. Sog' bo'ling aka. Xo'p, bo'lmasa biz sal chekaroqdan davom ettiramiz. Qani aka? Shaharniki? Xo'p. Aka qo'chqormi? Bo'ldi aka, xo'p. Xohlamagan insonni akalar to'g'ri tushunasizlar, ololmaymiz. Xo'p. Aka qo'chqormi, sog'lommi? Bo'g'oz. Nechinchi qorin aka? 2 3 4 har 2 3 4. Narxchi? 5,5 dan. Yaqinroq qilaydi. 5,5 dan mana akalar kami bor. Savdo bo'ldimi aka? Ha, 23 million. 23 million 5 tasini. 5 ta 23 million so'm savdosi bo'lyapti akalar, berilmayapti ekan. Mana ko'rishingiz mumkin. 5,5 dan kam bor narx aytishyapti mana. Hop, ketdik bo'lmasa savdo bo'layotgan joylarda olishga harakat qilamiz akalar mana shu yerda. Qani ko'ramiz akalar hozir.
Neç pul berdilar aka? 15 milyon bo'lyapti ikkalasi. Qaysi ikki? Bu ikkovsi, ha? Qo'chqormi? Sog'liq. Sog'liq. Bu sog'liq mana bu birinchisi. To'g'risidagi ikkinchisi ekan. 7,5 million so'mdan savdosi bo'lyapti hozir. Realni berishmayapti ekan. Mana ko'rishingiz mumkin. O'zida oltin ham bor. 5 million so'm ekan sog'liq. Lekin sog'liq ham qo'chqorga dam beradigan o'zi ham. Mana ekan. Savdo bo'layotgan joylardan ko'rsatishga harakat qilamiz. 15 million so'mga sotilmayapti. Olib ketdik bo'lmasa. Aka qo'chqormi sog'liqmi? Qo'chqor. Qo'chqormi? Hech puldan ekan, ha? Onasiga olib qo'yar. Bunisiga 4,5. Tamam. 4 million 600 ming so'mga savdosi bo'lib kelib berilmayapti onasi. Baraka bo'layotgan joylarida. Lekin umuman belgilari yo'q. 4 million 600 ming so'mga. Savdo bo'layotgan joylardan olishga harakat qilamiz. Qo'ldan kelgancha. Aka qo'chqormi sog'liq? Qo'chqormi? Nech puldan ekan, ha? 4,5 million so'mdan kam bor ekan. Mana qo'chqorlarimizni savdosi bo'ldimi aka? Savdosi bo'ldimi? 3,5 dan 3,5 dan bermayapsiz. Lekin 4,5 million so'mdan narx aytilyapti, lekin 3,5 million so'mdan berilmayapti. Qaysi kanal bu? Zohidjonov aka. Zohidjon o'z mana. Rahmat aka. Aka qo'chqormi sog'liq? Ikkita sog'liq, bitta qo'chqor. Qo'chqor, ha? Bunisi sog'liq. Tug'adi. Sog'liq tug'adi. Bunisi qo'chqor, bunisi sog'liqcha. Bahorda qo'zilar. Bahorga qo'zilar akalar mana bittasi sog'liq, bittasi qo'chqor ekan. Ko'rishingiz mumkin. Bunisi qo'chqor, bunisi sog'liq deyishyapti. Bunisi ham sog'liq ekan. 3-4 kunda tug'ishi kerak ekan mana. Nechisini tug'adi aka bu? Nechisini tug'adi? 3-chisini. Narxi qancha bular aka? Buni 2,5 million. 6,5 million so'm narx aytilyapti aka. 3-chisini tug'adi. Hech pul. Bular 7,5 million. Jupi 7,5 million. Mana akalar, jupi 7,5 million so'mdan narx aytilyapti. Sog'liqqa qo'chqor ekan akalar. Savdosi bo'ldimi aka? Savdo bo'ldimi? Savdo bo'ldi bunisi. Qancha aka? Sir bo'ldi. 5 million 600 ming qilishyapti. 5 million 600 ming so'm savdosi. Jupini 6,5 million so'm savdosi bo'ldi, berilmayapti ekan akalar. Rahmat aka, odoringiz bo'lsin. Charchaman. Hop, ketdik bo'lmasa davom ettiramiz. Aka qo'chqormi sog'liq? Qo'chqor nech pul aytyapsizlar? Savdosi bo'ldimi aka? Nech pul bermaganingiz? 5,5 million so'mga berilmoqda mana shu qo'chqorimiz akalar mana. Hamma har xil qilyapti deyaptilar. Savdogarchilar ekan akamiz, endi to'g'ri tushunaman akalar. Qo'chqormi aka bu ham? Nech pul ekan narxi? 5 million so'm narx aytilyapti. Savdo bo'ldimi aka? 5 savdosi bo'ldimi? Qancha? 4,5 million savdosi bo'ldi. Rahmat aka. 4,5 million so'm savdosi bo'ldi. Aka aytib olay. Xo'p. Tog'a nech pul ekan bu? 7,5. Savdosi bo'ldimi? 7,5 million so'm narx aytilyapti. Savdosi qancha bo'ldi tog'a? Ular qancha qildi? 5,5. Bo'ldi, rahmat. 5,5 million so'm savdosi bo'ldi ekan mana. Ichkarida sal yurish qiyin bo'lyapti. Tog'a nech pul ekan bu? 7. Savdosichi? 7 million so'm narx aytilyapti akalar. 5,5 savdosi bo'ldi. Mana ko'rishingiz mumkin.